Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xo'p, ko'pchilik Anvar temasini nima bo'ldi aka, rostdanmi deb gapirishyapti. Xo'p, bu narsa ancha oldin bilgandik. Anvar shunaqa aka, qarang mashinalar minib yursam, endi biz rostdan xursand bo'lganmiz boshida bilib bu narsani. Desam aka, короче, mana shunaqa tema men bilmaganman. Qo'l qo'yaverganmiz, короче, aka, boshlang'ich to'lovini ham to'lamagan ekan. Oyiga 8,5 million kredit to'lab yuribman deb bo'ldi. Keyin endi 8,5 million u bayetsga o'zi bayets har oy o'zi shu pulga tirikchilik qiladi. Mana shu pul bo'lsa sal yotog'ini, vitaminini, zalini, yeb ichishini ko'taradi. U qanday 8,5 million u har oy kredit to'laydigan u juda unaqa ahvolda emas. Bechara mana hozir shu to'layman deb Moskvaga, Pitterga ketib olgan.